Men erim uchun ozmayman. Meni borimcha qabul qilsa, meni yaqinlarim borimcha qabul qildi mana hamma. Va men bu vaqtda o'zimni zo'r his qilaman. Bo'ldi. Gap go'zallik uchun ozish emas-ku. Men sizni sog'lom bo'lishingizni xohlayman. Opais qandli diabetga umuman e'tibor qilmay qo'yganda, hozir barmog'ida gangrenasi bor. Uni kesib tashlamasak, u to'piqcha tarqaladi. Keyin to'piqdan kesishga to'g'ri keladi. Tushunyapsizmi? Oyoqqa keladigan qon tomir bor-ku, to'liq bitgan. Agar uni ochib yormasak, Men sizni sog'lom bo'lishingizni xohlayman. O'shaning uchun shuncha ogohlantiribdilar. Men sizni tushundim. Operatsiya qilmayman, pul topib kelaman, opacham qo'l qo'yadilar. Xo'p. Sog'lom bo'lishga qaror qildim. Hamma aytgan analizingizni topshirib keldim. Sizda qalqonsimon bez gormonlaringiz yaxshi chiqmagan, insuliningiz juda ham baland chiqqan, organizmingizda defitsitlaringiz bor. Insulin rezistentlik bilan, defitsitlaringiz bilan men bemalol ishlab bera olaman, lekin qalqonsimon bez gormonlaringiz bilan albatta endokrinolog ishlash kerak. Yaxshi endokrinologga ham borasiz. Bu yoqda insuliningizni tushiramiz, defitsitlaringizni ko'taramiz. Sahrim 7-9 chiqyapti. Insulinim baland. O'shanda men sahrimanmi? Hozir sahrimanmi deb tushkunlikka tushmang. Eng muhimi sizda tursa, mana shu insuliningiz balandligi sizning organizmingizda tez yog' to'planishiga sabab bo'lyapti. Vitaminlarni ichmayman, analizlarni yana takror topshirib keldim. Analizlaringizda ancha o'zgarish bor. Insuliningiz tushgan, glyukozingiz ham yaxshigina tushibdi. Ferritin, vitamin D va boshqa defitsitlaringiz ko'tarilgan. Qalqonsimon bez gormonlaringizda ham ancha o'zgarish bor. Muhimi endi to'xtab qolish kerak emas. Ha, lekin mana har safar asab qilganimda kortizol ko'tariladi-ku, to'xtab qolgim keladi. Yo'q, bunda ham to'xtamang, chunki men sizga kortizol ham qanaqa tushirish yo'llarini hammasini o'rgataman.